Mening qaynotam. Bola, yaxshilab tort. Ha, yaxshilab aralanglar. Shomurod tort. Arrani tez tort. Bol. Shoxa, tez tortsang-chi. Joning bormi? Qattiq tort arrani. Nima molmisan? Ana tezroq. Chetroqda turing, boshingizga tushmasin yana. Bola, dadang o'zi senga bu narsa berganmi? Tort yaxshilab. Bunga baloyam bermagan. Bu kadi sho'rva ichib katta bo'lgan. Nima qilsin endi? Shu daraxting bilan o'zingni boshingni yeysan hozir. Ana. Bo'ldi, tort. Qattiqroq tort. Qattiqroq. Qani, tort. Bola, qattiqroq tort. Oz qoldi. Tortsangchi. Tort. Ehtiyot bo'llaring, yana ustingga tushmasin. Tort. Radnoy, qoch, ustingga tushyapti. Voy, toy bola. O'ldirib qo'yding-ku. O'lasanmi to'g'riga tortsang? Kelib kallasiga urasanmi? Sud qiladi, endi umrbod panjarani orqasida joying. Doimiy klientimni urib o'ldirding-a. Qani tortamiz. Bor yo'qol, yig'lama. Hozir, yig'lama. Bo'ldi, qoch. Qani, ehtiyot bo'l. O'char ovozingni. Yordam bersang-chi, ko'tar, qaytalini bu yoqqa. Bo'la qol-ki. Gullama. Bor, yordam bersang-chi. Ehtiyot bo'l. Tort daraxtni. Yordam ber-ki. Ko'tar, men senga aytdim, bu tarafga tortib. Ko'tardik. Qani, ko'taramiz. Ko'tar. Qani tez qimirlalaring. Ko'tar. Hozir o'lma, iltimos. Qani, xudoyim, nimalar bo'ldi-ya? To'xta. Ana bo'ldi. Hozir. So'tak, men senga u tarafga tort demadim-ku. Bo'ldi, qilsang-chi bo'ldi. 104-statiya bo'yningda endi seni. U nima degani aka? Ichkariga kirsang tushunasan 104 nimaligini. Qani, bir ko'raylik-chi. Tez ko'r. Shifokorsan-u. U yoq bu yog'ini ko'rchi. Ahvoli qanaqa? Oyoq qo'li muzlagan. Buni qara, butunlay umuman qimirlamayapti. Nima demoqchisan? Tamom bo'lgan. Belingni qattiq bog'layver. Radnoy? Sen o'zi biror nimani tushunasanmi? Qanaqasiga tushunmayman a? Endi aniq 104 seni bo'yningda. Bor yo'qol oldimdan. To'g'riga tortmaysanmi sen ham? O'rta. Qaytala. Xudo haqqi. Terrorningdan. Qaytalini qo'yib tur. Sen baribir bu yerda yashamaysan. Shaharga Gulyangni oldiga ketasan, to'g'rimi? Hayotimni barbod qilding. Shu uylarni maslahatini qilaylik. Vaqtida sotib olay. Nima demoqchisan? Sotib olmoqchimisan? Ha, narxini kelishib olaylik. Olaman, begona emassan-ku. Sening puling bormi uy sotib olishga o'zi? Yig'ib qo'yganimiz bor edi. Menga sotsang begona bo'lmaydi. Pulim yo'q deb turib uy olaman deysan? Shuncha uy joyi uvol bo'lmasin, maslahat qilaylik. Olaman. Muttaham, sen nima qilding? So'yib tashlayman, yaramas. Nega ustimga qarab torting, yaramas? Qasdolmoqchi bo'ldingmi, ha? Sangala. Qochishini qara. Qiz bolaga o'xshab, yaramas. Ablah, o'ldiraman seni. Qo'limga tushasan. Muttaham. Bo'ldi. Haytal aka. Qochishini qara buni. Yaramas. Qiz bolaga o'xshaydi. Uyimga kelsang oyog'ingni sindiraman. Gakku bu. Haytal aka, bo'ldi. Nima bo'ldi? Biron joying og'riyaptimi? Hech qayering sinmadimi mabodo? Menga qara. Hammasi joyidami? Yo'q, hammasi yaxshi. Menga qara. Tez borib choy damlab olib kelgin bo'l. Xo'p. Yaxshimisan? Daraxt unaqa, bunaqa deding. Sen o'zing daraxtning tagiga turib olding. Jigar?
Ichib olay. Choydan ich chiqani? Xo'p. Ozroq uxla, dam olgin. So'tak. Sen bu yoqqa kel. Sen o'zi biror nimani tushunasanmi, yo'qmi? Qo'lim muzdek turganiga o'libdi deb o'ylayapman. Sen o'zi biror nimani tushunasanmi, yo'qmi? Nega qilasan? So'tak. Ay. Xayrli tun, Amira. Salom. O'tir, olib borib qo'yaman. Iltimos, bor, ketgin. Ko'nglim sezyapti, hozir u kelib qoladi. Kimni aytyapsan? Yigitimni aytyapman. Menimcha mashinangni qidiryapsan, ha? Ha, Mashinangni bekorga qidirma. nimaga? Chunki evakuator mashinangni olib ketdi. Nimaga mashinani olib ketadi? Mumkin emas joyga qo'yibsan. Olib borib qo'yaman, o'tir. Yo'q, men taksi chaqiraman. zakaz میکنم. Amira, Labbay. shart emas. Qo'ysang-chi shu o'jarligingni. Vaqtim allamahal bo'ldi. Yarim kechasi sen mashina topa olmaysan. Havoni sovuqligini qara. Ana opani qara. 1 soatdan beri mashina topa olmayapti. O'tir, olib borib qo'yaman. Yo'q, men taksi chaqiraman. Odamlar nima deb o'ylaydi? Ha? Nima deb o'ylaydi? Ke, do'st sifatida seni tashlab qo'yaman. Yo'q demagin, iltimos. Do'st sifatida. Do'st sifatida bo'lsa, roziman. Faqat do'st sifatida. Bo'ldi? Voy, men o'zim. Ko'cha bunchalik sovuq bo'lmasa. Tushunmadim. فهمیدم. Nimani tushunmading? Nega siz bu yerda yotibsiz? Qayerda yotay? Siz bugun kech keldingiz-ku. Shuning uchun joyingiz yerda. Men kech keldim. Kelishuv qanaqa edi? O'zing aytding-ku, kim shu eshikdan oxirgi bo'lib kirsa, divanda uxlamaydi. Endi yerda uxla. Xohlasang, joying hali ham bo'sh, lekin sovuq. Bunaqasi bo'lmaydi. Nega bo'lmaydi? Bo'ldi. Misol uchun, men ertalabdan kechgacha uyda bo'lsam-u, lekin xonaga sendan keyin kirsam, men yerda uxlayman. Sen divanda. Men uyda edim. Oshxonani yig'ishtirdim, idish-tovoqlarni yuvdim. Bu ishlar seni vazifang. Farqi yo'q, hisobmas. Hali shoshmay turing. Qayerga keldik? Amira, 1 daqiqa. Hozir shunday og'aynim bilan ko'rishaman-u kelaman, bo'ladimi? Qalaysan do'stim? Sog'liqlaring yaxshimi? Yaxshi, o'zingchi. Yaxshimisan? Namuncha kechikmasang. Nima gap? Tinchlik. Kechikmadingmi, og'ayni? Soatni ko'r, 12 gacha qancha qoldi? Yana 10 daqiqa bor.
Yana 10 daqiqa hech nima qilmaydi. Mashinani olib kelibsan, kalitni bermaysanmi? Mashinani olib keldim. Lekin kalitini bermayman. Nega berishim kerak? Garo o'ynaganmiz-ku. To'g'ri, garo o'ynaganmiz. Lekin mashinani oldiga e'tibor berib qaralaring-chi. Qanaqasiga? Bu o'sha qizmi? Menimcha o'sha qiz. O'sha qizmi? Aniqmi? Aniq. 100% o'sha ekan. Qoyil qoldim. Sen shartni uddalay olmaydi deganding-ku. To'g'risi ishonmagandim. Uddalashiga qanaqa qilib uddalading Garovni hayronman. yutqazdingiz. Ko'p gapirishni hojati yo'q. Ikkalangiz ham mendan xabar kutinglar. Men keyin shartimni aytaman. Xo'pmi? Ikkingizga ham xayrli tun. Kechasi kamroq yuringlar. Yaxshi dam olinglar. Kuyov. Aytganing nima edi? Qaysi ilov edi? Qalinmi, to'ymi, nima edi? Qalini degan? To'y qalini. Telefonimga shuni yuklay olmayapman. Qanday qilib yuklasa bo'ladi? Tog'a, bu telefonga bo'lmaydi. Knopkalik-ku bu. Bo'lmaydimi? Yo'q, unga sensorli telefon kerak. Sensorli? Unda keyin o'tkazamiz, xo'pmi? Xo'p, quda, labay. Olib o'tiring. Yeyapman. Yeb o'tiring. Shu o'g'lim bilan fish qilganingiz qarigan, ha? Ko'ngildagidek kuyov bo'lgandan keyin fish qilasiz-da. Mana, uyam oldingiz. Endi bir-birimizni kamroq ko'rsak kerak deb o'ylayman. Tog'amizni sog'inamiz. Unchalik ham sog'inmaysizlar. Men ham aqlli ish qildim. O'rtog'ingning ismi nima edi? Qudratullohmi? Kim edi? Ha, Qudratulloh, realtor. Ha, ana o'sha yigit, kuyovning o'rtog'i. Shu zahoti ijaraga odam topib berdi. Osh bo'lsin. Orqasiga urib qo'ying jiyanni. Osh bo'lsin. Jiyan. Ehtiyot bo'l. Suv ketib qolsa juda yomonda. Boshqa narsa tiqilib qolsa unchalik emas. Suv tiqilib qolsa yomonda. Shunga ehtiyot bo'lgin. Xo'pmi? Nafas olib ichgin. Xo'pmi? Iltimos. Shunga endi 5000 har oy 5000 somon beradi. Har oymi? Har oy 5000 somon kimni o'ldiryapti? Yana 6 oyligini oldindan berdi. Biz ham beega emasmiz, uysiz emasmiz. Sizni eshigingiz bizni ham eshigimiz. Qizimiz sizni qizingiz bo'ldi. O'g'lingiz bizni o'g'limiz bo'ldi. Xudo bo'lgandan keyin bir oila bo'ladi-da. Boshqa nima bo'lsin? Sizlar ham biz tomonga kelinglar. Faqat biz kelmaymiz-ku. Siz ham keling. Yozda kelsangiz, dam olish joylari bor. 1-2 kun sizlar ham dam olinglar. Xudo xolisa ovqatdan oling. Yeyapman. Jiyan, ovqatingni yegin, sovib qolmasin. Sovumasdan yegin. Sovib qolsa mazali bo'lmaydi, xo'pmi? Ye qol. Ye, ol. Uy olganimga yuragim baquvvat bo'ldi-da. Shu desangiz xudo, yana bitta uy olishga yordam bersangiz olsam. 5-10 mingmi somon bo'ladi. Bu ishni biznes deyishadimi? Ha, biznes deyishadi tog'a. To'g'risi sizdan zo'r biznesmen chiqadi. Agar u bu kim nima ish qilasiz deb so'rasa, qo'rqmasdan biznesmenman deyavering. Biznesmen. Biznesingiz nima deb so'rasa, uy oldi sotisi bilan ishlayman deng. Men ham shuni aytaman-da. Yo'q, zo'r gap aytdi. O'zim men shu uy oldi sotisini boshlaganman. Mana bitta uy olib berdingiz. Yana bitta uy olishga yordam bersangiz, 2 ta uy bo'lardi. 5 ga 5 nechi bo'ladi? Haligi 10 ming bo'lardi. Yana bitta uyga yordam bersangiz 3 ta bo'lardi-da. Har bir askar general bo'lishni orzu qilganday, men ham katta biznesmen bo'lishni xohlayman. Men ushladimmi? Qo'yib yubormayman. Oxirigacha chidayman. Boshqa ish umuman qilmayman. Quda, juda hazilkashmisiz deyman, ha? Men hazillashmayapman, jiddiy aytyapman. Qasam ichib aytaman. Agar 10 ta uy olib ijaraga qo'ymasam, Hayitali ismimni boshqa qo'yaman. Qasam ichib aytaman. Mana ko'rasiz, 10 ta uy olaman. Hobbo sizi. Mana shunaqa niyatlarim bor, Xudojon. Sangali! O, Sangali! Sangali! Menga qara, sen ham chaqir. Men ovozimni zoya qilmayman. O'rgildim. Sangali! Ha, labay, kel. Hech chiqdingmi? Chaqiraverib charchadi-yu odam. Kiringlar uyga, choy qilaman. Rahmat. Qalaysan, yaxshimisan? Nima bo'ldi? Labing shalvirab qopti. Xafa.
Aniqrog'i xafamiz. Men nima qildim, mendan xafa bo'lasizlar? Ha, o'zingcha katta ketib yuribsan, o'zingda avtoritet yasab olgansan, anchadan beri ko'rinmaysan. So'ramagan odamimiz bormagan joyimiz qolmadi. Magazindan boshlab hammani uydan so'radik, lekin sangali yo'q. Tavba qildim, men qachon o'zimni avtoritet oldim, qachon? Biz senga begonamizmi? Yo'q, ishlarim bor edi. 1-2 kundan beri shu yerdaman. Telefonim buzilib qolgan. Telefonim buzuq degin. Ha? Eshitishimizcha shaharga borayotgan ekansan. Ha? Hammasi mayli. Biz qachondan beri birgamiz? Senga oddiy savol. Bolaligimizdan? Bolaligimizdan bitta tapchikani 3 kishi yerdik. Bitta nonni 3 kishi bo'lib yerdik. Shunaqa edimi? Ha, shunga nima qildi? Hozir unaqa emas. Seni ko'rmayapmiz. 1-2 kun Abu bilan birga yurib o'zingni olyapsanmi, ha? Hayronman. Seni aldashganida, tashlab ketishganida kim yoningda turdi? Biz. Endi Abu bilan yurib bizga qaramaysanmi? Qo'ng'iroqlarimizga ham javob bermaysan, ha? Shunaqami? Ha, aytdim-ku, telefonim buzuq edi. Shaharda bitta-ikkita ishimiz bor edi. Shunga borib keldik, bo'ldi. Mana shu yerdaman-ku. Shu yerdasan, lekin ko'rmaymiz. O'zimizni joyda ham umuman ko'rinmaysan. To'g'rimi? Yo, o'zi bugun keldim. Abu bilan gir-gir yurib bizga qaramaysan-u, yana bizga nega xafa bo'ldilaring deysanmi? Shaharlikda Ha? Tog'a? Oyog'ingizga nima qildi? Oyog'ingiz likillab cho'loqlanib qopsiz. Boshingizga balo tushdimi deyman? Nimaga orqamdan yuribsan, ha? Bor, bolangni uxlatgin. Yarim kechasi ham ona sizga o'xshab uyg'oq. Bilasizmi, to'g'risi sizni ko'rib yuragim achishib ketdi. Nega menga yuraging achiydi? Yuraging o'zingga achsin. Undan ko'ra bor, uy-joy qil, bolangga ota topgin, tushundingmi? Ering yo'q, bu bolangni qara, yarim kechasi ham uxlamagan. Hayronman. Bolaga rahming kelmaydimi? Sizni meni shaxsiy hayotim bilan nima ishingiz bor? Shaxsiy hayot, bilasanmi? Qachon bo'ladi shaxsiy hayot? O'z uy-joying, ering bo'lsa, ana o'shanda bo'ladi shaxsiy hayot. Akang bilan kennoyingni qarashlardan ham bilsa bo'ladi. Sendan hamma bezorligini o'zing uy-joy qil, ana o'sha shaxsiy hayot bo'ladi. Shaxsiy nimang bor? Meni shaxsiy hayotimmish. Bolani qara, yarim kechasi ham uxlamagan. Ya tavba. O'zi birovlarnikida darbadarga o'xshab yuribdi-yu, yana meni shaxsiy hayotimni gapiradi. Shohrojon, yur o'g'lim, uxlaymiz. Abu senga yomonlik qildi, mayli. Qanaqa qilib sen Shomurod aka haqida yomon gapirding? U odam seni katta qilgan-ku. Ha? Banka bilan sut bergan. Katta qilgani evaziga shu ishlarni qilasanmi, ha? 7,5 oylik bo'lib tug'ilgansan. O'sha odam borligi uchun hozir sen biz bilansan. Shu gaplarni sizga Shomurod aytdimi? Ha? Bu tarixga yozilgan. Nima deysan yana? Tavba. Mana sizlarga savol. O'sha Shomurod bizdan necha yosh katta? 8-10 yosh. 9-10. Qanaqa qilib meni katta qilgan unda? O'zi bola bo'lgan bo'lsa. Har nima deyaverma. 5 yoshli bola hozir 1 oylik chaqaloqni katta qiladi. Yolg'on gapirma, xo'pmi? Aldoqchi Shomurodga ishonib, menga ishonmaysizlar, ha? Shunaqami? Aldaydimi, yo'qmi? Mollarimni o'sha davolayapti. Qanaqa davolaydi? Hech qanaqa davolamaydi. Kelib qaraydi, agar o'lmasa bo'ldi, kallasini ol deydi. Shu ham davolashmi? Menga qara, o'zingni oqlama. Biz uchalamiz qasam ichgan edik. Sen uylanmaguningcha biz ham uylanmaymiz deb. Ha? Seni dastingdan na men uylanaman, na bu uylanadi. Bilasanmi shuni? O'zingcha. Ha, mana men ham uylanmadim-ku. Ha? Sen shaharma-shahar yuraver. Biz bo'lsak bu yerda qachon sanga keladi deb o'tiramiz. Agar shu dunyoni bir chekkaga qo'ysa-yu, Gulyajonimni bir tarafga qo'ysa, men Gulyajonimni tanlayman. Menga dunyoning hech narsasi qiziq emas. Menga faqat Gulyajonim bo'lsa bas. Sen meni hayotimsan. Как говорят, жизнь без тебя asal. Это xo'xat sho'rva bez no'xata. Tushundingmi jonim?
Jonim, bu yer qishloq emas, qishloq city bo'lgan, ishon. Kerak bo'lsa, men sen uchun bitta qasr quraman. Axir sen Gulyasan, Gulyajon, Gulya. Nozik qo'llaringni sovuq suvga urmaysan. Kerak bo'lsa, slujanka olamiz. Jonim, hech qisi yo'q. Bo'lmasa sotamiz. Ha, uyni sotamiz. Hovlini sotamiz, Dushanbega ketamiz. Shu ham muammo. Nimani sotasan, abu? Kimni uyini sotasan? Hozir jonim, perezvayling, bo'ptimi? Ha? Mayli. Gapirishlaring osmon-ku. Avval uy qil, keyin sotgin. Mendan bir og'iz so'ramaysanmi? Kerak bo'lsa, men o'zim sotaman. Tushundingmi? Radnoy, odam kelayotganda birinchi Nima salom radnoy? beradi. Hali sen uyni sotasanmi? Ko'p voydod qilma, bu yerda meni ham haqqim bor. Seni haqqing bor, Haqqim yo'qmi? lekin uyni sotishga umuman haqqing yo'q. Tushundingmi? Seni haqqing yo'q. Meni otamning haqqi yo'qmi? Bu uyda haqqi yo'qmi? Otangning haqqi bor, seniki yo'q. Otangga tegishlisini senga beraman. Keyin uyni sotasanmi? Ko'chada yashaymizmi? Ko'chada yashaysan deb aytmadim-ku. Meni uyimni, o'zimni Shu haqqimni sotaman. haqqingni ajratib beraman. Keyin sotasan. Keyin qayerga borsang, bor, o'zing bilasan. Tushunarlimi? Yo'qol. Bo'ldi, yetar, Radnoy, shu uylar seniki. Uy oladiganmi? Kim edi? Kelin-ku, kim bo'lardi? Nega sen unga uyni sotaman deysan? Yo'q, aytishadi-yu. Qizni ko'nglini topgin, qand yegin deb, Radnoy. Sen tushunmaysan bunaqa narsalarni. Yolg'ondan bo'lsa ham qiz bolani ko'nglini olish kerak. Hazil bilan uyni sotmasang bo'ldi. Yana biz ko'chada qolmaylik. Shunaqa odammanmi? Shunaqa demaysanmi? Men tushunmabman-da. Qayerdan kelyapsan o'zi? Shahardan keldim. Tinchmi? Hammasi yaxshimi? Ha, tinch. Zaykajon ham tinchmikan? Yaxshi, O'tiribdimikan? yurish. Shu Zaykajon bahona tez shaharga borib keladigan bo'lib qolding-a sen? Menga qara. Shu telefoning nima edi? iPhonemi? Hayfonmi nima edi? Yangi oldim, Radnoy, 16 bu, 16. Yangi oldingmi buni? Ha, bu 16. Zo'r ekan-a? Yangi chiqqan 16 bu. Eski telefoning necha edi? 15 ni aytyapsanmi? Ha, qayerda u? Mana bu 15. Eski telefonim mana. Ana, menga mana shu kerak. Menga berasanmi shuni? Endi nima qilasan? Men buni Shogaga va'da qilganman. Kimga? Sangakkada. Hasan qovoqni o'g'li Sangakkami? Unga telefon soya. Radnoying men bo'la turib, Hasanni o'g'liga berasanmi hali? Sen buni nima qilasan? Menga kerak-da. Tushunmaysan. Kuyovimni bankida bir o'yin ilovasini e'lon qilishgan. Qanaqa ilova? To'y qalini. Bahonada sen ham, men ham xotinli bo'lsak-chi. Qanaqadir programmani skachat qilar ekansan. Keyin u yog'ini o'zim eplayman. Knopkali bo'lmas ekan. Mana shuni menga ber, iltimos. Setsirnimi? Shu kerak. Ha, setsirni. Ha, unday bo'lsa yaxshi. Ilovani payda bo'l. Abu? Seni boshqa ishing yo'qmi? Qara, daraxtni nima qilding? Endi sevgini ko'zi ko'r deyshadi-yu. Daraxtdan alamin olasanmi? Bo'lib qoladi. Shu narsani aytishim shartmi endi? Bor, sen ishingni qil, aralashma. Дорогая моя, без тебя мне как-то скучно. Jonim, mana hammasi hal bo'ldi, qalin puli ham hal bo'ldi, hammasi hal bo'ldi. Endi как-то надо haligi свататься и всё. Свататься-ni сообразить qilish kerak, bo'ldi. Hali asal oyimiz bor. Medovый месяц bo'ladi. Keling demaysanmi? Ke deganda kelish kerak-da. Aytilmagan mehmon ne приглашенный гость deyshadi-ku. Endi bu yog'iga o'zingdan qolar gap yo'q-da. Abu aka? Qanaqa? Ha, ana bu boshqa gap. Ha, Mamashka bilan gaplashgin unda. Bo'ldi, men shu yerdaman. Bo'ldi, bo'pti. Xo'p, mayli, xayr. Shoga keldi. Keyinroq qo'ng'iroq qilaman. Xo'p. Целую. Aha. Shoga, qalaysan? Yaxshimisiz? Yaxshimisan? Ha, rahmat. Tinchmisan? Yaxshi. Yangam bilanmi? Ha, endi hozirroq ko'ngilni ko'tarish kerak-da. Yaxshi. O'zing yaxshimisan? Nima gap? Yaxshi. Qaytal aka yo'qmi? Ha, daraxt keskanda boshiga tushgandi-ku. Menimcha shu oyog'iga ham tekkanmi, cho'loqlab yurganda. Kirib dam olgin dedim. O'zingda nima gap o'zi? Hammasi yaxshimi? Tinch, hali ham o'lib qolmadi. Bo'lmasa aniq qamalardim aka. Aniq emas, 100% hozir ichkarida svistok chalib yurgan bo'larding. To'g'ri aytasiz. Nima gaplar? Tinch, kechasi bilan
haligi g'unojin ko'zligim bilan gaplashib chiqdim. Og'zing qulog'ingda-yu, toy bola. Gaplashsam sog'inyapman. Suratini tashlamoqchi edi. Bu telefonimda bo'lmaydi-da. Telegrammi yo'q. U telegramga tashlayman, chiroyli ko'rsatadi dedi. Telegramim yo'q ekan. Shunga chiqqandim-da. O'sha pulingdan o'zingga yaxshiroq telefon oldingmi axir? Oyingga ber dedingiz, oyimga berdim. Oyim esa dadamga berdi. Dadam mol qo'y sotib oldi. Mol qo'y oldi. Bir kunmas bir kun kerak bo'ladi, hech qisi yo'q, siqilma. O'zim senga bitta zo'r telefon sabrazit qilaman. O'zim bitta zo'r telefon olib beraman. Keyin g'unojin ko'zing bilan aloqada bo'lasan. Siqilma, shogird. Eski iPhone'imni beraman degandingiz-ku, aka? Aytali qo'limdan tortib olib qo'ydi. Ilovami, nimasidir bor ekan? Ke shu ismni aytmay, nafsoniyatiga tegmay, sen siqilma. O'zimni hisobimdan senga telefon sabrazit qilib beramiz. Qarasho, radnoy, bo'ptimi? Xo'p, bo'ladimi? Nima ishing bor hozir? Shu ishim bor edi. Menga qara, shoga. Bir ish qil, bugun meni navbatim edi. Hozir och qolsa meni qulog'imni yeydi. Bo'riyani magazinidan bitta kolbasa, tuxum olib kelgin. Ana, velikni oldi, tez borib kel. Bitta korobka tuxum ol. O'zingga ham biror narsa kerak bo'lsa olaver, hech narsa qilmaydi. Lekin tezroq borib olib kelgin, tushundingmi? Menga qara, shoga. Haydashni bilasanmi o'zi? Ha, aka. Bo'ldi, unda velikni oldi. Tez borib kel. Tushundingmi? Hadavoylari zo'r ekan. Yoqdimi? Ha. Agar yoqqan bo'lsa, senga padarka. Rahmat aka. Xohlasang sotib bitta telefon ol. Bo'ldi aka. Ehtiyot bo'l, yana boshing bilan chappa bo'lma. Xo'p. Men yoqizib turaman. Tez borib kel, tushundingmi? Xo'p, xo'p. شاباش است می‌آیدی شاه می‌آیدی شاباش است می‌آیدی Qoching yo'ldan, Shomurod aka. Tinchlikmi, Shomurod aka? Yaxshimisan? Tuzimisan? Ha, yaxshi aka. Ishlaring yaxshimi hammasi? Ha, arvohga o'xshab qayerdan kelyapsiz, oppa? Arvohga o'xshab, o'zimni toza molim meni ko'rib oldimga chopib keldi. Qoyil qoldim lekin. Tushunmadim. Rahmat, katta rahmat. Ming bor rahmat. To'xtang. Qanaqasiga sizniki? Velikimni olaman. Bu meniki. Meni veligim-ku. Qanaqasiga sizni veligingiz bo'ladi? Qachondan beri seni veliging bor edi? Bugundan boshlab men velikli bo'ldim. Abu akam padarka qildilar. Kim? Abu. 2 kun Gorodga borib endi Abu aka bo'ldimi, ha? Abu akang kim bo'pti? Bu velik meniki, ber. Putat qilmang, Shomurod aka. Hozir borib abasnavat qilamiz. Tushunarlimi? Gapirishini qara buni. Sen kimsan, ha? Abasnavat qilasan. Tojikchani zo'rg'a gapirasan o'zi. Velikimni ber. Menga qarang aka. Nima deysan? Biz sizni ishingizni hal qilsak-ku, siz bunaqa tema qilyapsiz. Nima ishimni hal qilding sen? Ber veligimni. Esingizdan chiqdimi? Kechasi kelib yalingandingiz-ku. Unday qilma. Men velikimni kraska qilmasam bo'lmaydi. Menga qarang, Shomurod aka, hozir men tuxumga boryapman. Agar kech qolsam, Abuga javob berasiz. Tushundingizmi? Tuxumingni olib kelib keyin Abuga jo'ja ochirgin, xo'pmi? Qanaqa jo'ja? 100 qilsam gapira olasizmi? Abasnavat qilasizmi? 2 kun shaharga borib menga ruscha gapirma. Abasnavat, papasnavat deysan. Bu meni veligim. Hech bo'lmasa kraska qilmaysanmi? Tanimasdim, ko'rib kuymasdim. Seni qarayu. Davay, короче, mol-pollaringiz payidan bo'ling, shoxa. Mol holmish. Veligimga yopishadi-ya. O'rgildim sendan. Bugundan boshlab bu velik meniki, tushunarlimi? O'rgildim sendan chala shaharlik. Hali bu ikkalasiga ko'rsatib qo'yaman. Veligimni olib qo'yish qanaqa bo'lishini. O'sha abusini ham purraman, tishlari sinadi hali. Abumish. Salom Amira. Assalomu alaykum. Yaxshimisan? Yaxshi, nima xizmat? Amira, bu gul senga. Nega bir dona gul deb o'ylayapsanmi? Men bir kishini sevganim uchun bitta gul olib keldim. O'tgan kuni
katta savatda gul jo'natdim. Yoqdi deb o'ylayman. Savatda gul jo'natdingiz? Ha, Siz jo'natganmidingiz? ha, men jo'natdim. Uyimni manzilini qayerdan oldingiz? Izlagan topadi. Shuni qabul qil, Amira. Iltimos, yo'q dema. Qabul qil, Amira. Yana senmi? Sen qayerdan paydo bo'lding? Boshidan shu yerda edim. Emin, Tashla. Mana guling. Emin. Men bu yerda yashayman. Qo'shnilarim bor. Menga qara, yegan mushting yetmadimi, ha, senga? Ko'ramiz. Emin, Kimni Kir ichkariga. Emin. Kir. Xo'sh, menga qara. Boshqa ko'rmay seni. Tushundingmi? Bu meni xotinim. Tushundingmi? Men seni ko'rmay, seni xotining emas. Tushunyapsanmi meni? Qayerdan bilasan xotinim emasligini? Men sen haqingda bilaman. Bu seni xotining emas, seni xotining boshqa. Tushunyapsanmi meni? Yur, bu yerdan ketaylik, keyin bilamiz. Qani, yur. Yur, ketdik. O'zi seni qidirib yurgan. Ketdik. Yur. Sen borma, qol. Men boray. Borma dedim. Emin, hamma do'stlaring tashlab ketishdi. Haqiqiy do'sting menman. Oxirigacha turaman, iltimos. Men ham boray. Men boraman dedimmi, boraman. Men seni yoningdaman. Tushunarlimi? Men boraman dedimmi, boraman. Abu, Iltimos, meni haydama. Sinfdosh, o'tgan kungi Bobojonni masalasi bilan keldim. Muammoni qo'yib magazinga ketdik. Senga rahmat, Xudoga shukr. Pampersli bo'ldik. Olib bergan narsalaringdan ro'zg'orim obod bo'ldi, rahmat. Anu gapimiz chala qoldi-da. axir seni necha kundan beri qidiramiz buni, shoga? 3 kundan beri. 3 kundan beri biz seni shu ish uchun qidiryapmiz. Seni ishingni hal qilaylik deb. Na svязda borsan, telefoning nedostupen, o'chirilgan deydi. O'sha eshaklaring seni u yoqda deyishdi. Shoga o'rtada sarson. Shoga sarson bo'lib bordi, yo'qsan. Bechora seni ishingni hal qilaman deb qancha yugurdi. Shunaqa bo'lib qoldi-da. Bizneslaring avjida ketyapti-yu, yana noliysan. Ha, toy bola? Bitta mol bor edi, ahvoli og'ir edi, masalasi hal bo'ldi. 2 kundan beri Bobojonning xotini uyga kelib qolgan. 5 ta buqa edi. Ha, qassobga bergan edi. Ha, 5 ta. Biror narsa beray desam, molxonam bo'm-bo'sh. Ko'tar. Shuncha yurding, yetar endi, bo'ldi. Biz ham uraylik. Mana panda senga. Mushturar Emin. Bor yo'q kuching shumi? Boshqa seni bu territoriyada ko'rmay, tushundingmi meni? Gapni ko'paytirmaylik. Ishing 100% hal bo'ldi. Xabardor bo'lib tur, men nasib qilsa ertaga yoki indinga Dushanbeda bo'laman. Qo'ng'iroq qilaman. Uchib kelasizlar, tushundingmi? Ishingni hal qilamiz, lekin aloqada bo'l. Xo'p, yaxshi, rahmat. Telefoningni ko'targin. Doim aloqada bo'lgin, tushundingmi shoga? Xo'p, aloqada bo'lamiz, xo'p. Bo'ldi, muammo yo'q. Bo'ldi, ishing hal. Sinfdosh boshqa o'ylama. Xo'p, shuni hal qilib bergin, pulini beray. Keyin sinfdosh bilan boramiz. Shu turishimda borsam ham bo'ladi. Boshqa velik bilan boring. Ha? Velik bilan. Umi qo'y, u velikni qo'y endi. Tuxumni bostiraylikmi? Tuxumni inkubatorga qo'ysangiz jo'ja bo'ladi. Jo'ja deysanlar. Ha, o'zimizni gap. Endi nega senga o'zim qo'ng'iroq qilaman, ha? Rahmat senga. Ishlaringni qillaring. Xo'pda, aloqadamiz. Shoga qara, masalani hal qilinglar. Sinfdoshim Radnoy bu. Xo'p, sinfdoshim o'zimni. Bu velik bilan tuxumni masalasini Abuga aytib nima qilasana? O'sha kuni men hazillashdim. Vahima qildingiz-ku, nima qilay? Bir hazil qildim-da, aytish shart emasdi. O'zi ham gapirganimga pushaymon bo'ldim. Iltimos, unday qilma. Ikkalang meni tushundingmi? Panda. Emin?
Xayrli tun sizlarga. Qayerda qoldi bu bola-ya? Qornim karnay chalib yubordi-ku. Non yeb turaychi. Lekin ovqatni shirin qiladi, shundan yerman. Kel Abujon. Nima gap, Radnoy? Qani kel. Kela qol, o'tir. Ana. Faqat Bu nima? charitsa qilgan Radnoy. Tushundingmi? Yana kimni xo'rozini so'yding? Qanaqasiga kimni xo'rozini so'ydim? Bu xo'rozlarning egasi yo'q. Radnoy bular gollandskiy xo'roz. Yana boshqa narsalarni o'ylamagin. Faqat ishtahani bo'g'maylik. Charitsa bo'lgan bu charitsasini sabrazit qilasan. Qani ol. Ol, marhamat, ola qol. Achchiqni bittasi yetardi. Endi meni navbatim-u. Meni navbatimda faqat ol deyman. Qani ola qol. Ha, qani. Bismillah. Bismillahirrohmanirrohim. Juda mazali bo'pti. Barakalla bu. Qo'yil qoldim. Juda qo'ling shirinda. Shu hayotda bir mazali narsa ye. Chiroyli kiyin. Hayot o'zi qisqa bo'lsa. Lekin bitta narsa-da Radnoyjon. Aytishadi-yu. Xotinsiz odam, tishsiz odam deb. Dunyo vayron bo'lib ketmasdan sen bilan bir maslahat qilmoqchi edim, Radnoy. Nima maslahat? To'g'risini aytsam, men hamma ishni pishirib qo'yganman. Endi senga aytyapman. Nima gap o'zi? Ertaga bitta joyga sovchilikka borsak degandim. Qayerga? Shu Lyubofim bor-u, Gulya. Tamarani qizichi. To'g'risi biz u bilan maslahat qilganmiz. Bizni taklif qilishgan. Qachon boramiz? Ertaga ertalab borsak, bir boraylik unda. Sovchilik deydimi, nima deydi? Men ham boraymi? Qanaqasiga bormaysan? Tamara o'zi aytdi-yu, haytalini olib kel deb, ziyofat qilamiz dedi. Keyin shu non sindirishmi, uzuk taqish nima deydi, o'zing bilasan-ku. Abujon, birinchi meni navbatim. Oldin men o'zimni obod qilay, keyin seni navbating. Radnoy. To'g'ri, seni navbating. Lekin men ertaga kelaman deb qizni umidvor qildim. Ertaga ertalab boraylik, bir ko'raylik. O'zing kattasan axir endi. Ertaga borsak boramiz-da. Tamarani ham bir ko'ray, ancha bo'ldi ko'rmaganimga. Rosa so'raydi, shuncha so'raydi, bir qadamingni bosmading. Hali ham ersiz ekanmi? Kim? Tamara. Voy, ha, конечно. Ertaga ertalab boramiz, xo'pmi? Ha, ertalab. Boraylik, ko'raylik, keyin meni ham poy qadamimga balki seni ham hayoting sabrazit bo'lib ketarmidi? Ha, bir gap bo'lar jigar. Ha. Xo'sh, mazasi qanaqa ekan? Lekin mazasi zo'r. O'zi qo'ling shirinda. Kampirni xo'rozini qovurganding-ku, mazasi hali ham og'zimdan ketmaydi-da. Juda shirin bo'lganda. Nomardlar yuzimga ko'p urishdi. Seni ko'p urishmadi menimcha. Yuzimga kam urishdi-yu, lekin tanamga ko'p urishdi, og'riyapti. Juda ham. Ha, yomon urishdi. Hali bu ishlarga javob berishadi. Seni gapingga kirib kelmasam bo'lar ekan. Jim o'tiravermaymanmi? O'ylab qarasam, biror do'sting yoningda yo'q edi. Shunga bir kelaverdim-da. Bekor qilibman. Hech qisi yo'q. Hali javob berishadi dedim-ku. Qayeringa urdi o'zi? Yuzing to'la qon-ku. Uyga boray, tozalab olaman. Uydagilaring ko'rishadi. Ko'rmaydi. To'g'ri uyga bor. Men ham uyga boraman. Uyga borsang yuzingga muz qo'y. 2-3 kun uydan chiqmayman endi. Bo'pti, o'zingga kel, xo'pmi? Xo'p, mayli, men ketdim. Ehtiyot bo'l. To'g'ri uyga borgin, xo'p? Xo'p. Voy jonim, voy ey. Ehtiyot bo'l, xo'pmi?
Alo. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Uxlamayapsanmi? Yo'q, endi ishlarimni tugatdim. Meni eshit. Hozir men uyga boraman. U yoq bu yoqqa qaraysan. Eshikni ochasan, hech kim ko'rmasligi kerak. Xo'p, bo'ladi. Yaqinlashsam qo'ng'iroq qilaman, xo'p? Xo'p. Bo'pti, xayr. Abujon, juda mazali ovqatlar qilasan. Har kungi navbatni o'zing olsang-chi, har kungini. O'zing ham mazali yeysan, men ham mazali yeyman. Radnoy, urf-odatda aytishgan. Birodarlik, tenglik. Navbatni o'zing qilaver. Men navbatimni o'zim qilaveraman. Tamara opa ham juda qo'li shirin. Rosa mazali narsalar pishiradi. Ha, yana ko'rasan, balki senga yoqib qolsa-chi, ha? Nima deysan? Men ko'z ostimga olganman uni. Qidirib yuraverasanmi? Qarindosh urug' deb o'tgan kuni olib kelding. Bir nimalarni aytib berdi. Ha, nasib qilgan bo'lsa, Xudo yo'limizni ochsa, ishimiz faqat olib kelish bo'ladi. Bozorlik meni hisobimdan. Bu yog'idan seni ko'ngling xotirjam bo'lsin. Tushundingmi? Qolgan narsani o'ylamagin. Ayolning ishi boshqacha. Ikkalamiz navbat-babat qilmasdik. Xo'p. Ayol kishini qo'li boshqada baribir. Xotinsiz tishsiz dunyo buziladi. Hozircha tishlaring bor. Faqat xotin yetishmaydi. Ha, yana nima bo'lardi? Hamma narsa bor. Undan ko'ra o'zimizni o'zimiz obod qilaylik. Kelavering, hech kim yo'q. Hozir eshikni ochaman. Tinchlikmi? Ha, tinchlik. Hamma uxlayaptimi? Ha. Yur. Qayerda bunaqa chiroyli bo'ldingiz? Sekinroq og'riyapti. Urushdingizmi? Yiqilib tushdim. Yiqilganga o'xshamaysiz. Kiyimlaringiz yirtilgan. Yuzingiz qon. Eshikni och. Bo'ldi, yig'lama bolam, hozir eshikni ochishadi. Qani, kela qol bolam o'zimga. Nega meni jiyarim yig'layapti? O'yinchoqlari shu yerda edi. Sizlar uxlamayotganmidinglar? Amma keling. Kelin, borib bolamga sut tayyorlang. Butilkasini topolmadim. Voy, sen nima ish qilding, Emin? Hech narsa, yaxshi. Hamma joying qon-ku. Ya, yiqilib tushdim. Katta bola yiqilasanmi? Shunaqa bo'ldi-da, amma. Odam qoqiladi-ku, axir, to'g'rimi? Eminjon, sen biror ishni ammangdan berkita olmaysan. Qani,
Aytsang-chi, nima bo'ldi? Yiqildim-mi? Boshqa gap yo'q. Ha, men ishondim-ku-ya. Agar hozir akam bilan kelinoyimni chaqirsam, ular aniq ishonishmaydi. Nega ularni chaqirasiz, ammajon? Qo'ying, ular uxlasin. Xo'p, to'g'risini aytaman, faqat iltimos, va'da bering. Oyim bilan dadam umuman bilishmasin. Va'da beraman. Aniqmi? Aniq. Bitta bola bilan gapimiz qochdi. Keyin u bilan mushtlashdik. Ishonmasangiz, Amiradan so'rang. U guvoh. U bildi. Ishondim. Bo'ldi. Men suvni olib boray, yana to'kilmasin. Xo'pmi? Mayli. Xo'p. Shohilxo'jon o'g'lim, qani yur uxlaylik. Ketdik. Abu, Ha. nima duxuy sepasan? Hidi juda xushbo'y-ku, ha? Radnoy, meni duxiylarim fransuzski. Chanel Blue, Chanel Blue. Eshitganmisan biromatda? O'sha Chanel Blue'dan bermaysanmi? Biz ham bir Shu sepaylik. yerda turganda olib pist qilmadingmi? Buni yana nima qilyapsan? Eshikni qulflayapman. Ha, men o'zim tayyor qulf bo'lsam, qayerni qulflaysan buni? Kimdir uyga kirishga qo'rqadi. Bu uyda Abu yashasa. Endi qulflagan Menga yaxshi-da. qara, olib tasha shuni, nima kerak? Olib tasha, nima keragi bor buni? Ey, Sal undoq kattarog'idan olsang bo'lmaydimi? pulini ber. 100 so'm, 50 so'mga kattasini olaman. Bu 10 so'm. Men qayerdan pul topib olaman? Bizding qulfim tuzigida. Nima qilganing bu? Qo'rqadi. Qo'y shu qulfni, nima keragi bor? Ochiq turmaydi-ku. Yana gapirasan vahima qilib. Mana qulflandi. Qani? Qani? Hozir. Mana. Bo'ldi. Qani taksi? Taksiging qani? Taksini nima qilasan? Undan ko'ra yur. Boryan magaziniga borib, kichkina pakubkacha qilamiz, bozorcha qilamiz. Qo'limiz to'lib toshib boramiz. Tushundingmi? Sovchilikka quruq qo'l bilan bormaymiz-ku, unda ko'tarib boraylik. Menga qara. Bu yoqqa kel, quloq sol. Borganimiz bilan qizini beradimi, yo'qmi? Beradi, 100% hal bo'lgan. Hozir borib joyda aytaman. Bugun erta qilmasdan joyda hal qilamiz. Qizni olamiz u kelamiz. Tamom. Uylar huvlayotgan bo'lsa. Axir bezor bo'lib ketdim. Navbatchilikdan ham. Menga qara, kattaroq u bu narsa ovosak bo'lardi-da, avtoritet bo'lardi. Nima deysan? Radnoy, men o'zim avtoritetman. Seni ham avtoritetingga qarayman. Axir sen Qudratovlarning qudasi bo'lsang, biz Jo'robovlar bo'lsak, qishloqda hamma boshqa nazar bilan qarashyapti. Ko'rmayapsanmi? Eshit, unday bo'lsa, ikkita non bilan pryanik olaman. Xo'pmi? Menga qaragin, qudam praynik olib kelibdi deydi. Uyalmaysanmi? Non bilan praynikka qaytali. Hisoblab bering shularni. Shakar 10 somon, makaron 10 somon bo'ladi. Makaron 8 somon. Qanaqa 10 somon? 18 somon bo'ladi. Nima oshib ketgan axir? Ha, endi begona emassiz-ku. Ha, mayli, sen uchun 2 somon Charchamang. Xo'p, Rahmat. bo'pti. Ha, ko'rishamiz. Xo'p, bo'pti. Abu aka, assalomu alaykum. Qachon qarama shu yerdasan, toy bola. Shuncha yeganing qayerga ketadi? Zubachisiga o'xshaysan. Endi aka, nima deysiz? Hayot, bo'pti, yaxshi yeb ich. Alaykum assalom. Yaxshimisiz? Bo'ryapti, qalaysan? Yaxshi, rahmat, keling aka. Hamma tinchmi? Assalomu alaykum aka. Haytali bobo, yaxshimisiz? Yaxshimisan, yaxshi. Oyog'ingizga nima bo'ldi? Cho'loqlanib yuribsiz. Hovlida xurmo daraxti qurib qolgandi. Hovlini o'rtasidagi to'yda ko'rgandingmi? Ha, ko'rgandim. O'sha oyog'imga tushdi. Shunaqa gaplar bo'ldi-da. Lekin rosa baquvvat ekansiz. Boshqasi bo'lganda o'larmidi? Ha, endi. Ko'rgili. Ikkita paketingdan ber. Paket tangami? Eng katta paketing qaysi o'zi? Shivaki bo'lsa kerak. Ha, o'shandan ber unda. Shivaki. Ha? Mana aka, shivaki. Yana bitta ber, yupqa ekan-ku. Bo'ldi, yetadi. Oldim bittasini to'ldi. Bo'ldi. Mana, sog' bo'ling. Ikkita, faqat juft. Radnoy, Bu tekinmi? Pulini kim beradi? sabrazit qilamiz, keyin. Sen o'zi bir yaxshilab bozorlik qilganmisan? Kel, shu quruq qo'l bilan boraveraylik. Hali qizni beradimi, yo'qmi? Qanaqasiga bermaydi? Berib bo'lgan. Quruq qo'l bilan bormaylik. O'zingga topsang, shunaqa quruq qo'l bilan borarmidik? Men quruq qo'l bilan bormayman. Agar mabodo bermasa-chi? Berib bo'lgan. Bunaqa gap yo'q, Radnoy. Bekorga borsak-chi? Zoya bo'lmaydi, o'zim javob beraman. Bu yog'ini sen o'ylama. Xo'p, yaxshi. Shirinliklar olamiz, shakar olamiz. Radnoy, shakar bo'lsin, shirin bo'lsin. Ovqatdan olamiz. Menga qara. Shu naborni nima keragi bor o'zi, ha? Menga Onasiga qarang. foydali, Tamara uchun, tushundingmi? Radnoy,
Meni gulyamgachi dunyo arziydi. Men bunaqa qand shakar qilmayman. Bor-ya. Labay aka. Qimmat qandlaring qaysi? Qimmatmi? Shu yerda turibdi aka. Qimmat qandlaringdan 4-5 kilo ber. Mana bu noning mazalimi o'zi? Ha, albatta, albatta. Qaraki, mana ulardan ham Hozir olaylik. hammasini olib borsang, ertaga nima olib borasan, ha? Ha, nima? 1 kilolik konfetlardan beraymi aka? Ha, o'sha kilolidan 4-5 kilo tort. Bo'ldi, yetadi, ey, bo'ldi. Mana yana bitta Nima paket. kerak? Yosh bolamidi ular? Esing joyidami? Nima qilyapsan? Nech xilidan olay aka? Ha, o'sha 4-5 xilidan ol, ko'p savol beravermasdan. Xo'p, yaxshi. Kamroq sog'in, xo'pmi? Xo'p. Hammasini qimmat-qimmatidan sog'in, tushundingmi? Xo'p aka, xo'p. Mana bu boshqa gap, Radnoy. To'la qop bilan borgan yaxshi. Quruq qo'l bilan bo'lmaydi-da, axir. Ey, pulini bermading-ku. Oldindan berilgan puli o'ylama. Qalaysizlar? Yaxshimisizlar? Qaytali, yaxshimisiz? Shu oyog'ingni ham doktorga ko'rsatish kerak-da o'zi. O'zingni ko'rsat oldin, xo'pmi? Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Alaykum assalom. Ilohomin. Mana shu xonadonlarga baraka bersin. Bu yoshlarga qo'shilib, biz ham qo'sha qaraylik. Amin, Allohu akbar. Как у вас там хорошо? Где? Вот здесь. Вот хорошо. Здесь? Да, здесь хорошо. А у вас как? Как здоровье? Как в кишлаке? Все хорошо. Корова, козёл, qo'y, hammasi хорошо. Все хорошо. Ha. Я рада. Угощайтесь. Bu somsani кто? Дочка. Дочка? Да, дочка. Она очень вкусно делает. Все самсашки, пирожки. Вы посидите, я сейчас за чаем. Вы угощайтесь. Чай хорошо, чай. Menga qara, unaqa ko'p yema, qayoqqa shoshyapsan, Keyin nega bu bilan ruschada gaplashyapsan? Tojikchani 100% biladi-yu bu. Tojikchada gapiraver, aravaga o'xshab liq-liq qilmasdan. Bas qila bu. Abu, bas qilsang-chi, sinok. Soyuz paytida men ruschani qiyib yuborganman. Suvday gapirardim, tushundingmi? Otang bor edi unda. Sen endi menga ruschani o'rgatasanmi? Ko'rinib turibdi, suvday bilishing. Liq-liq qilasan. Malchat. Voy qizim, namuncha qolib ketding. Bo'la qolib kutishyapman. Hozir boraman. Bo'la qol. Oyi. Somsani sotib olganimizni aytib qo'ymadingizmi? Voy, nimalar deyapsan, qizim? Meni esim joyida-ku. Hammasini sen aytgandek qildim. Bo'la qol. Hozir boraman. Bo'ldi, qo'y. Всё. Xush kelibsizlar. Хорошо. Yaxshimisiz, tinchmisiz? Rahmat. Lekin yosharib, chiroyli bo'lib ketibsiz. Shaharga kelib yosharibsiz. Shunda ham yoshmiz. Ha, juda ham Assalomu yosharibsiz. alaykum. Aka, Va alaykum assalom. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Привет. Привет. Oling, somsadan oling, bobo. Oyimni qo'li juda shirin. Somsani juda yaxshi pishiradilar. Sen nimaga o'tirib olding? Bizda kelinlar o'tirib olmaydi, tur ket. Yo'q. Xush kelibsizlar. Buni kim pishirgan dedingiz? Qizimga yordam berdim. Yarmini men qildim, yarmini u. Birga pishirdingiz, ha? Bir yeb ko'rish kerak buni. Tamara, shu shaftoli demasdan to'g'risini aytamiz. Xo'sh. Yaxshi niyatga keldik uyingizga. Jiyanim Abujonni boshini ikkita qilsak, agar siz rozi bo'lsangiz, qizingizni jiyanimga bersangiz, bilasiz-ku, vaqt joyida turmaydi, suv kabi oqib ketyapti. Vaqtida oila qursin, birga bo'lishsin, farzandli bo'lishsin. Xo'sh, nima deysiz? Yaxshi gap aytdingiz. Yoshlik to'xtab turmaydi. Umr o'tib ketyapti. Zo'r gap aytdingiz, Tamara. Umr suvday o'tib ketyapti. Shunga sizni umringiz ham
Meni ham umrim o'tib ketyapti. Ha endi nima desam, qizingizni berasizmi? Rozimisiz? Yoshlar birga bo'lishsin, baxtli bo'lishsin. Ha, bu yoshlarga juda ham ko'p yaxshi fikrlarim bor-u. Rozimisiz, rozi emasmisiz? Nima deysiz? To'yni qachonga qilaylik to'yni? To'y? Shu to'yni qilamiz-u, qutulamiz. Nima To'yni deysiz? qo'yib turing. Hali tayyorgarlikni ko'rish kerak-ku. Keyin qalin pul degan gap bor. Qalin? Ha, qalin. Qalin? Tamaraxon, shu qalin nimaga kerak-a? Farzandlarimizni baxti kerak bizga. Meni bitta qizim bor, Zaynabjon. Shu qizimni qalinsiz bir tiyinsiz uzatdim. Joyi chiqqanga tekinga ber deyishgan. Baxtli bo'lsa bo'ldi-da. Siz ham menga o'xshab shunday tekinga bering, uzating, shular baxtli bo'lsa bo'lmaydimi? Bepul? Ha, bepul. Ha, Husnora kampir meni yaqin dugonam bo'ladi. Hammasini bilaman. Qancha qalin pul olganingizni, qanaqa valyutada olganingizni? Tanzim degani bor, yana Tamaraxon. Nima deysiz? Radnoy, tanzimni bir tarafga qo'yib tur. Xavotir olmang, hammasi 100% hal bo'ladi. Xotirjam bo'ling. Qalin pulini men o'zim sabrazit qilaman. Bu narsa umuman problema emas. Shundaymi? Ha, buni hal qilamiz. Problema yo'q. Xavotir olmang. Hammasi hal. Muhim masalani hal qil bo'ldi. Nima deysiz? Nima fikrdasiz? Voy abu. O'ylab ko'rishimiz kerak. Unda o'ylab ko'ring, xo'pmi? O'ylab ko'raychi. Qani somsadan oling, ha, sovib qoldi. Bitta somsadan yeb, keyin turamiz. Zaynabjon qizim bor-ku, qudamnikiga boramiz. Abu jiyanim bilan bir xabar olib keyin qishloqqa Ha, ketamiz. yaxshi. Ha, ovqat qilayotgandik. Yo'q, somsani o'zi bo'ladi, xavotir olmang. Choy quying. Siz ham yeb o'tiring, oling. Oling. Qizingiz yaxshimi? Ha, yaxshi, baxtli bo'lsin iloyim. Ha, baxtli bo'lsin. Endi sizni qizingiz ham meni qizimga o'xshab baxtli bo'lsin-da. Baxtli bo'lsin iloyim. Ha, iloyim. Biz ham tinchiymiz. Ancha qarib qoldik. Ha, shunaqa. Vaqt o'tib ketyapti. Juda ham tez. Lekin yosharib ketibsiz. Ha, bizni yoshligimiz qoldimi? Zaynab, Labi otajon, qaynotang uydami? biroz oldin chiqib ketgandilar. Chiqib ketdi. Kuyov qayerda? Kuyovingiz ertalab ishga ketgandi. Bankka ketdimi? Abujon, meni muhim ishim bor. Tez borib hal qilaman u kelaman. Sen o'tirib turgin, Qayoqqa xo'pmi? borasan? Keyin birga ketamiz. Qayoqqa borasan, nima qilasan? Undan ko'ra mana singling bilan gaplashib Keyin o'tirgin. men ketaveramman unda. Bo'pti, qishloqda ko'rishamiz. Baxtliroq bor unda. Bugun seni navbating. Shu navbating balo bo'ldi-da, o'zing bir amallab turarsan. O'tirib turing, otamni kuzatib kelaman. Qudratovlar. Assalomu alaykum. Va alaykum. Sen kimsan? Nima? Men kimman? Ha, sen kimsan? Qanaqasiga sen sher yigitni tanimaysan, ha? Men seni tanishim kerakmi? Keldingizmi, ammajon? Bular akam Abu. Keling, o'tiring, ammajon. O'zlaring o'tirlaring. Bemalol. Akajon, siz o'tirib turing, men choy damlab kelay, keyin Yo'q, suhbatlashamiz. o'tir, Zakajon, men choy charitsa qilishga kelganim yo'q, shart emas. Bu kovushni patagi kim o'zi? Ammam-ku, Ammang? kuyovingizni ammalari. Bu uyda nima qiladi u? Mehmonga kelganmi? Ammam biznikida yashaydi. Eri bilan ajrashyaptilar. Ha, mayli, bir gap bo'lar. Bilasanmi, biz qayerdan kelyapmiz? Kechki payt Radnoy maslahatlashib, ertalab ishlarni bitirib, akang uchun sovchilikka bordik. Qayerga sovchilikka bordilaringiz? Mensiz, a? Ha, hali hammasi oldinda-yu. Hali to'yda xizmat qilasan. Ana u Qurbon bobo bor edi-yu, tatar xotini bor edi. Xullas, Tamarani qizi-da. Bilasanmi, yo'qmi? Ha, Gulnorami? Ha, o'sha meni Gulyam bilan ozroq romanimiz bo'lgan. Sen bilmasding. Xullas kalom sabrazit qildik. O'shani uyiga biz
sovchilikka bordik dadang bilan. Endi xudo xohlasa tez kunda to'y bo'lishi kutilyapti. Endi yangali bo'lar ekanman-da. Ha, sher yigitam endi kuyov bo'ladi. Nasib qilsa yaqinda to'yimiz bo'ladi. Buncha yaxshi. O'zing yaxshimisan? Tinchmisan? Birortasi putit qilmayaptimi? Ko'p qiynamayaptimi seni? Yo'q, akajon. Massachusettschi. Hammasi zo'r, akajon. Ha, o'zi kuyov bola, zo'r bola. Yuragi toza yigit. Sen nimaga mehmonga o'xshab o'tiribsan? Idish tovoqlarni yumasdan akamlar keladi. Tur, tezroq bo'l. Biror narsa tayyorla. Abu, sabr qil, sabr. Menga qara. Kovushni pataga. Ikkinchi jahon urushida ishtirok etgan paytava. To'g'ri gapirgin, odobingni saqlab. Yoqmayaptimi senga? Yaxshi gapiraymi? Masofa saqla. So'lib ichini qurt yegan olma. Oyog'ingni ol u yoqqa. Oy. Yana bir bor maleyshib putit qilsang agar, shunaqayam mazangni qochiramanki. Zaykaga teginma. Bo'lmasa mana shunaqa qilib mazangni qochiraman. Tushundingmi? Tushundingmi deyapman. Mazangni qochiraman. Zaykajon, bo'pti, men ketdim. Tarbiyasiz vahshiy. Akajon, nega turdingiz? O'tirsangiz bo'lardi. Choy-poy ichmadingiz-ku? Kuyov bola mumkinmi? Albatta mumkin-da. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling tog'ajon. Siz so'ramasdan kiravering. Yaxshimisan? Tinchmisan? Sog'liging yaxshimi? Rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Qani o'tiring. Endi har oy sizlarni tartib qoidalaringizni bajarish kerak. Men tartib qoidani buza olmayman. Shunga ruxsat so'rab kiraman-da. Tog'a degan to'g'ri kirib kelaveradi-da. Endi meni tarbiyam boshqa. Meni tarbiyam bunga yo'l qo'ymaydi. Sizlar endi dunyo ko'rgansizlar. Men endi qishloqdan chiqqan bo'lsam, iloho amin, kasbkorlaringga baraka bersin. Allohu akbar. Ha, shu yaqindan o'tib ketayotgandim. Kuyovni bir xabar olay deb kirdim. Bir narsani so'ramoqchi edim. Yodingda bormi? Tug'ilgan kunda, meni tug'ilgan kunimda bir narsa va'da qilganding. Keyin ko'raman o'zim deganding. O'sha nima bo'ldi? Ha, kredit qarz bo'yichami? Ha, mana oldimda turibdi. Birinchi hal qilinishi kerak bo'lgan masala. Xudo xohlasa deyarli hammasi hal bo'lgan. Yana nimasi qolgan buni? Hammasi tayyor. Bitta imzo bilan muhr bosilsa bo'ldi. Kim bosadi bu muhrni? Men o'zim. Nega turibsan, bosmaysanmi? Biroz ishlarim bor edi, band edim. Bos unda, cho'zib nima qilasan? O'zingni qo'lingda bo'lsa. Bo'ldi, xo'p. Nimaga o'ylanasan? Shu ruchkani olib berasizmi? Ruchkami? Mana ruchka. Mana. Mana ol. Ana bo'ldi. Yana nima kerak? Pechat. Shunisini ham oboring. Ha, pechat. Mana. Qani bosa qol. Ana, tog'a. Salomat bo'ling. Mana, ishingiz hal. Qoyili, bemalol nafas olsam bo'ladi. Endi nima qilamiz? Pagishini deydimi? O'shanisini nima bo'ladi? Endi qutuldimmi yoki biror to'lovlari qoldimi yana? Boshqa to'lov qilmayman, ish qilib. Bo'ldi, tog'a. Qanaqa to'lov? Kassaga bordim. El qatori cho'ntakdan pulni chiqarib to'ladim. Bo'ldi. Muammo yo'q. Bo'ldi. Pulni o'zing to'ladingmi? Ha, o'zim. O'zingni cho'ntagingdanmi? Ha, o'zimni. Ha, endi kuyov o'zimni farzandim deysan, bolam deysan. Bolam desam ham bo'ladi. Ha, shunaqa. Yana bir narsani aytib qo'yay. Hech qachon qarzdor bo'lmaganman. Sizlarga quda bo'ldim-u, qarzga kirdim. Endi sizlar obro'li odamsizlar. Qishloqda bizning ham obro'yimiz bor-da. Do'sti dushmanimiz bor. Sharmanda bo'lmaylik deb qarz oldik. Sizni bankingizdan qarz oldim. Ishni bitirdim. Obro'yimiz tushmasin dedim-da. Sizlarning obro'yingiz ham bor-ku, sizlarning obro'yingizni ko'tardik. Qudratovlar deysa, hamma sizlarni hurmat qilishadi. Joribovlar ham sizlarning orqangizdan osilsang baland dorga osil deyshadi-ku. Ana endi ishtaham ham ochildi.
Eminjon, shu qarzdan qutulganimga ishtaq ochildi. Qarzdor odam xuddi oyog'ida gantel bor odamga o'xshaydi. Shunaqa ham yomonki, kechalari uyqum qochib ketardi. Nafas olishim ham qiyinlashib ketardi. Ishtaham ham yo'qolgan edi. Mana endi ishtaham ham ochildi. Qani endi qanotlarim bo'lsa-yu parvoz qilsam. Qarz bo'lmasa shunaqa yaxshi. Mana endi yopdingiz, tog'a. Ha, qutuldim. Salomat bo'lgin, rahmat. Seni vaqtingni olmayapmanmi? Yo'q, tog'a, hammasi yaxshi. Yana bir narsani so'ramoqchi edim. Knopkali telefonim bor-ku, o'shanga sen aytgan ilova bor-ku, qalin puli ilovasini skachat qilib bo'lmaydi. Keyin tushuntiraman deganding. Shunga borib, mana yangi telefon sotib oldim. Nima deydi? Sensorli. Sensornimi? Ha, sensorli. Ha, shunisidan oldim, mana. Ko'ryapsanmi? iPhone 15 ku. Pulini naqd berib oldim. Bura to'lovini 16 olmadingizmi? 16 mi boshqasini qayerdan bilaman? Ishim bitsa bo'ldi-da menga. Shunga skachat qilib ber qani. Qachongacha bunda yuraman? Men ham birortasiga uylanay endi, kuyov. Hayotimni obod qilay endi. Abu ham uylanish kerak. Bittasi bor. Shuni ko'z ostimga olib yuribman. Shunga qalin puli kerak-da. Hozir mana skachat qilib beraman. Kelin, Labay ammajon. sendan bir narsa so'ramoqchi edim. Paytavaning ma'nosi nima o'zi? Paytava? Ha, paytava. Nega so'rayapsiz ammajon? O'sha akangmi, kim Abu? Meni paytava dedi. Ha. Akammi? O'zingiz ma'nosini bilmaysizmi? Agar bilganimda sendan so'rarmidim. Paytava deb sizni chiroyli kiyimlaringizni nazarda tutganlar. Bu kiyimlarimni Angliyadan sotib olgan edim. Ammajon, agar akam sizga qattiq gapirgan bo'lsalar, o'zim sizdan kechirim so'rayman. Akangga aytib qo'ygin, Qudandani uyiga kelganida boshqa bunday beodoblik qilmasin. Mehmonga kelganda odamlar bilan unaqa gaplashmaydi. Xo'p, ammajon. Mayli, idish-tovog'ingni yuv. Eminjon, menga qara, shu narsani cheres qilib menga to'g'rilashni iloji yo'qmi, ha? Nima deysan? Nimani? Mana shu ilovani-da o'ynaladigan pulini shunday olaversamchi. Tog'a, bizda bunday ishlar yo'q. To'g'ri tushuning. Bizda hammasi chestni. Kimga nasib qilgan bo'lsa, o'sha odam oladi. Iloji umuman yo'qmi? Hech qanaqa iloji yo'q, tog'a. Bu haqida o'ylab ham o'tirmang. Agar dadam eshitsalar, jahllari chiqadi. Ha, bo'ldi, tushundim. Peshonaga yozilgani bo'ladi. Yutsak yutdik, yutmasak iloji qancha. Tog'a, halollik bizni qonimizda bor. Bo'ldi, tushundim. Biz ham halolmiz. Endi kuyovim deb so'radim-da. Tog'a, mana ishxonani Wi-Fi dan skachat qildim. Mana, ko'ring. Bo'ldimi? Qani? Mana bu Emin sarmoyani ilovasi. Shunga kirasiz, tog'a. Hozir identifikatsiya qilish kerak. Suratni joylaysiz. Pasportingiz yoningizdami? Identifikatsiya bo'lgandan keyin o'zi avtomatik ravishda ishtirokchi bo'lasiz. Ishtirokchi bo'lamanmi? Ko'rdingizmi? Qalin puli o'yinini ishtirokchisi bo'lasiz. Mana qarang. Balansingizga pul o'tkazgan paytingizda bu yerda chiqadi. Ko'rdingizmi? Svet puli, suv pulini ham Emin sarmoya ilovasi bilan to'lasangiz bo'ladi. Bo'ladimi? Ha, juda yaxshi bo'ladi. Yana yutishga shansingiz ko'payadi. Zo'r ekan-ku. Mana bunday qilib shu joyga kirasiz. Mana ko'ryapsizmi? Oyjon Ko'kchoy. Ofarin qizim, baraka toping. Rahmat. Siz ishlaringizni qilavering, choyni mana shu yerga qo'ying. O'zim qo'yaman. Barakalla kelinjon. Kechagi ovqatni juda ham mazali qilibsiz. Rahmat oyjon. Hammasi siz tufayli o'zingiz o'rgatdingiz-ku. Salomat bo'ling. Hali yana boshqa ovqatlarni ham o'rgataman. Ha, qaynona kelin xursandsilar. Qani? Nima gap ekan, menga ham aytingchi, men ham bilay. Ha, biz kechagi ovqat haqida gaplashayotgan edik. Kecha kelinim biram shirin ovqat qilgan ediki, yeb to'ymaysan. Kelinoyi,
Menimcha bu uyda faqat siz mazali ovqat pishirasiz, to'g'rimi? Ha, asta-asta o'rganadi dedim-ku. Mana endi o'rganyapti. Ha, bu keliniz kelganida ham ovqat qilishni bilmasdi. Endi hech qachon pishira olmasa ham kerak. Seni nazaringda shunday bo'lsa kerak, Maryamjon. Kelinjon, Labi oyijon. tayyorgarlik ko'ring. Ertaga shopingga boramiz. Oyijon, Labbay. shoping nima? Shoping nimaligini ham bilmaysanmi? Yo'q, ammajon. Qizalog'im kiyim-kechak olishni shoping deyishadi. Endi tushundingmi shoping nima ekanligini? Ha, ammajon. Uzr oyijon, yog' tugabdi. Qayerdan olsam bo'ladi? Ha, yo'qmi? Podvalga tushsang, korobkasi bilan turibdi, bor, bitta olib kel. Bo'la qol. Xo'p. Kinoyi. Oxirgi paytlar keliningizni juda ham erkalatib yuboryapsiz. Bu nimasi? Shopingga olib bormoqchisiz? Hatto shoping nimaligini ham bilmaydi-ku bu. Maryamjon. Oxirgi kunlar bir narsani his qilyapman. Eminjon kelinga nisbatan e'tiborsizlik qilyapti. Shuning uchun ertaga chiroyli kiyimlar olib berib, go'zal qilib olib kelay. Nima deysan? Tushunarli. Balki siz biror yangilik kutyapsizmi hozirgacha bo'lmaganni? Ha, sen balosan. Men ham nevarali bo'lgim keladi. Bu bo'lsam deyman. Balki sizni keliningiz bepushtmikin-a? Astag'firulloh dekin, Xudo ko'rsatmasin Maryamjon. Kelinoyi, shuncha vaqt o'tdi, haligacha hech bir xabar yo'q. Inshaalloh Xudo xohlasa, hammasi yaxshi bo'ladi. Hali ertaga bir shopingga boraylik, ko'ramiz nima bo'ladi. Men ham sizlar bilan boraman, bitta ikkita narsa olishim kerak edi. Mayli, bora qol. Qani boyliklaringni chiqarchi. Mana va'da berganimdek, eng zo'rlarini, suratlarini olib keldik. Kimni avloddan bo'lsa, eng go'zallaridan olib keldik senga. Mana. Terib, qarang, mana qara. Rohila. Jonni rohati. Ismini nima deding? Rohila. Mehnatkash. Yomon emas, lekin yuzi biroz erkakka o'xshar ekanmi? Erkak bashara. Erkakday ishlaydi, hovlingdagi bor ishlarni qilib tashlaydi. Bu charchashni bilmaydi. Menga qara, men xotin olaman, mardikor olmayapman. Menga xotin kerak, mardikor emas. Ishlarini o'zim qilaveraman. Bo'lmaydi bu. Unda bunisini ko'r. Mana, saodat. Baxting keldi, qara. Saodatmi? Chakki emas, a? Juda ham chiroyli ekan Saodat. Lekin holi juda katta ekan, a? Mana shu yerda holi bor ekan. Juda katta. Ayol kishiga hol yarashadi-da, yarashadi. Bo'lmaydi. Boshqasini ko'rsat. Bo'lmaydi? Unda Ra'noni ko'r. Haqiqatdan ham Ra'no. Ra'no degan Ra'no. Qara, qanday chiroyli. Terib olib keldik, qara. Yomon emas, lekin juda ozg'inda. Ozg'inmi? Ha, juda ozg'in. Ozg'ini yaxshi emasmi? Tez qariydi bu. Uylanasan, ertaga qariydi. Yaxshilab yedirsang, non bersang, semiradi-da. Zotida ozg'in bo'lsa foydasi yo'q. Qo'y go'shti bersang ham semirmaydi bu. Yo'q, bo'lmaydi. Bo'lmaydimi? Bunisi bo'lmaydimi? O'zing bilasan, bo'lmaydi. Bunisini ko'rchi, yoqarmikan? Ha, ana. Menimcha bu yoqdi. Bu boshqa gap. Bu sabohat. Bo'ldi-yu. Menimcha yoqadi. Bu o'zi chiroyli-da. Bo'ladi-yu, lekin juda yomon semiz. Juda ham semiz.
Semizmi? Ha. Bu juda ko'p ovqat yeydi. Semiz? Ha, endi semiz ko'ringani bilan kam yesachi, sorti shunaqadir balki. Sen qayerdan bilasan? Menga qara. Agar sen uylanganingda shunga uylangan bo'larmiding? Faqat to'g'risini ayt, iltimos, to'g'risini ayt. Uylanarmiding? Ha? Haytali boy, meni qo'yib tur. Meni xotinim bor, nabiram bor. Uylanmoqchi bo'lganingda shunga uylanarmiding? Ko'rdingmi? Uylanmaysan. Buni kim boqadi, ha? Kim? Bo'lmaydi. Uylanmayman. Sen yaxshi bolasan, shuning uchun senga yaxshilarni olib Bo'lmaydi, bo'lmaydi. Ha, bunisi ham bo'lmasa mana oxirgisini ko'rchi Haytali. Qani? Sen bilmaysan-ku bu rasmlarni qancha azob bilan topganimni. Hozirgi kunda hamma ham rasmini bermaydi. Bunisi zebo. Faqat mana shu zebo degani qoldi. Boshqa yo'q. Mana bunisi jonni rohati. Bunisi haqiqatdan ham chiroyli ekan. Menga yoqdi. Ko'nglimdagiday. To'g'ri keldi. Xuddi shunaqasini xohlardim, orzu qilardim. Shunaqa xotinim bo'lishini juda ham xohlardim. Haligi, lekin menimcha ko'nglingdagini topding, ha? Burnim menikidan kattaroq emasmi? Haytali boy. Hozir burunlarni, lablarni operatsiya qilishyapti-yu, xohlasang katta, xohlasang kichkina qilishadi, xohlaganingni qildirasan. Ha, shifokorlar bor. Menga qara, endi men bor pulimni buni burnini remontiga ketkazamanmi? Menga tabiiysi kerak. Menga qarang, hozir hamma qizlar shunaqa kasal. Labini katta qiladi, burnini katta qiladi, xohlasang boshqa joyini katta qildiradi. Bo'lmaydi. Izlasalaring topasizlar sizlar. Bo'lmaydimi? Bilmayman. Bo'lmaydi dedim-ku sizlarga. Ko'ngil tortmasa qanaqa qilib uylanasan? Mana o'zing ayt. Yoqtirmagan ovqatingni qanaqa qilib yeysan, ha? Nima qilaylik unda? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, amaki? Va alaykum assalom. Amaki, tuzukmisiz? Alaykum assalom. Yaxshimisiz? Bratvalar yig'ilibsizlar-ku? Hangoma avjida? Ha, bu joydan oldiga keluvdik. Mehmonlar juda shoshilishyapti. Mashina topib kuzatib qo'ygan. Shoshilinchmi? Agar shoshilinch bo'lsa, hozir tashkil qilamiz. Sabrazit qilamiz, Radnoy. Hech qanday problemasiz. Allo. Zaynab, bu yoqqa kelingchi. Oho, biram chiroyli ko'ylak ekan. Siz kiysangiz juda ham sizga yarashadi, qizim. Ha, ammasi? Radnoy. Mashina keldi. Ayt, mehmonlar chiqaverishsin.
Qani, chiqinglar. Chiqa qolinglar. Bismillah. Nima olib kelding sen? Qanaqasiga nima olib keldim? Nima bu? Mehmonlar shoshyapti deding-ku. Mana shuni topdim. Migalkasi bilan. Migalkasini yoqadi, hamma yo'l yashil bo'ladi. Bu yog'i. Keyin joyiga yetkazib olib borib qo'yadi. Jo'robovlarning obro'sini ko'rdingizmi? Ko'rdingizmi obro'ni? Bir joyda to'xtamaydi. To'g'ri uyingizga olib boradi. Xush kelibsizlar. Xo'p. Yana kech qolmanglar sizlar. Shoshiling. Rahmat. Mayli. Abba, endi shunda ketishimiz qolgandi. Qani? O'tiring amaki. Bo'la qoling. Bemalol ketasizlar. Abujon, mehmonlarni kuzat, men ichkarida bo'laman. Xohlasangiz yonboshlang, xohlasangiz o'tirib ketinglar. Qanaqasiga qulay bo'lsa. Rahmat. Bratva, na связи. Xo'p, Rahmat. bo'pti. Assalomu alaykum. Nima gap, sho'xa? Yaxshimisan, sinfdosh? Ha, tinch, nima gap? Tinchmi hamma? Nima bo'ldi? Ortingdan it quvuladimi? Qanaqa quvlaydi? Nima bo'ldi? Kim edi? Kimni olib kelding bu yerga? Kimni olib kelibman? Bu yerlar hammasi meni territoriyam. Biror kishi bu yerga kelishga haqqi yo'q. Sen nega bu yerga begona odam olib kelding? Yana tez yordamni, bu atrofdagi barcha mol, qo'y, qushlar va odamlar menga ishonishadi. Meni nonimni yarimta qilyapsan. Nima keragi bor shu ishni? Kerak emas. Bu ishlarni qilma. Sen joydami? Men nima qildim? Namuncha dodvoy qilasan? Dodvoy qilmayapman. 2 kun shaharga borib, yana tez yordamni olib kelibsan. Boshqa olib kelma tez yordamni. Kechasimi, kunduzimi kerak bo'lsa, men borman-ku. Tez yordamdan ham tez kelaman-ku. Tez yordam umuman boshqa maqsadda keldi. Sen nega buncha baqirasan menga qara? Meni bemorim bilan bunday qilmang. Seni bemoring 3 kundan beri uyda seni kutib yotibdi. Uydami? Daraxtni boshiga yumalatding, oyog'i lat yegan, cho'loqlanib yuribdi. 3 kundan beri seni qidiradi. Shunaqami? Seni umidingda na chorva qoladi, na qush, na push qoladi. Ertaroq aytmaysanmi shuni? Qandim ko'tarilib ketdi-ya. Men borib ko'raychi. So'tak, nima qilishni ham bilmaydi. Hayvonga o'xshab qolgan, hayvonlarga qo'shilib. Привет, дорогая моя. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keldingmi Shomurod? Qani kel. Yaxshimisiz Haytalam aka? Yaxshi emasman jo'ra, oyog'im qiynayapti. Og'riq hali ham bormi amaki? Ha. Inshaalloh tuzaladi. Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Bir ko'raychi. Qani kelingchi. Hozir. Kech xabar olasan. Ish ko'payib ketgan, podalar chiqqan. Yo'q, temperaturangiz yo'q. Yaxshi, bu yer ham yaxshi. Bu yer ham yaxshi. Zarar ko'rmagan. Mana shu oyoqmidi? Og'ridimi? Og'rimadimi? Mana og'rimadi. Ko'rdingizmi? Meni qo'lim o'zi gul. Shomurod, bu oyog'im og'riydi. Bunisimi? Ha. Unisini daraxtni shamol urgan. Ha. Vazelin bilan mevazalin surasiz, issiqini qarabsizki bo'ldi. Odamlar oyoqsiz yuribdi. Siz sekin yuring bo'ldi. Bilasiz-ku yurishni. Skori nega keldi o'zi? Haytalam aka? Ikkita mehmonning ishlari shoshilinch edi. Shular ketishdi. Haytali bobo, shaxsiy tabibingiz men bo'lsam, nima keragi bor edi Skori chaqirib? 15 yil bo'ldi. Shu atrofdan Skorini baloni o'tmaganiga birorta begona doktor umuman kelgani yo'q. Mol, qo'y, hayvon, odam hammasi menga ishonadi. Menga qara Shomurod, u boshqa ish. Sen meni oyog'imni qarasang, mevazin surasiz bunga. O'zingiz meni bilasiz. 2019-yilda guvoh bo'lgan edingiz. Esingizdami? Pandemiya kelgandi. Pandemiya o'sha ariqdan bu yoqqa o'tolmadi. Nima uchun? Chunki bu qishloqda mendek kuchli tabib bo'lgandi-ku. U mol u tarafda edi. Molni o'zi u tarafga o'tib ketgan. Bu tarafda esa hamma yaxshi, Xudoga shukr. Biz ham senga ishonamiz-ku. Ishora bering, boshqa skori-pkorilarni olib kelmang, xo'pmi? Kelmaydi. Abuga ayting, o'zingning ishingni qil deb. Meni klientlarimga yopishadi. Axir meni ham bola chaqam bor. Buni yopamiz. Issiq bo'ladi. Buni daraxtni shamoli urgan tuzaladi. Zarari yo'q.
hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Dori yozding-a? Shu bitta dori yozdim bo'ldi. Bitta dori bilan davolayman. Bo'ldi. Xo'pmi? Zo'rsan-da, barakalla. Kam yurish kerak, ko'p yurmang. Keyin tuzalib ketasiz. Imzosi ham bor. Ustoz, yaxshilab tekshirdingizmi o'zi? Men? Ustozing kim? Kechirasiz, albatta siz. Yana dadamdan gap eshitmay dedim-da. Katta loyiha bo'lsa. Assalomu alaykum. Salom. Xush kelibsiz, ustoz. Xush kelibsiz. Eminjon, bo'shashing bilan kir. Bir choyxo'rlik qilamiz. Xo'pmi? Xo'p bo'ladi. Xo'p, ustoz. Qalaysan? Assalomu alaykum, xotinli to'kiz. Va alaykum assalom. Kel. Oxirgi vaqtlar kim xonamga kirsa kelib, shu kresloga o'tiryapti-da. Oldingizga odam ko'p keladimi? Ha, endi qarindoshlar. Chiroyli bo'lib ketibsanmi? O'zim chiroyliman-ku. Meni nazarimda yanada chiroyli ko'rinasan. Qaysi shamol olib keldi? Sevgi, muhabbat shamollari. Kabinetingiz buncha issiq. Yaxshi-ku. Isib ketmayapsizmi? Sen kirib kelganingda o'sha zahoti isib ketdim. Bor vujudim isidi. To'g'risini ayt, qanchalik sog'inding? Men bu savolga javob bermayman. Voy, nega javob bermaysan? Men seni juda ham sog'indim. Juda ham sog'inib ketdim.